Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. O'g'lim yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Onajon, men bugun oylik oldim. Hozir siz yozib bergan dorilaringizni olib, yo'ldan yana shirinliklar olib, uyga boraman. Bugun mazza qilib ovqatlanamiz onajon. Menga o'zing bo'lsang bo'ldi. Tezroq yetib kelgin. Xo'p. Xo'p bo'ladi onajon. Hey! Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ha, o'zingga keldingmi? Men qayerdaman? Qayerda bo'larding? Meni uyimdasan. Tushunarli. Meni o'zimga kelishimni kutgansan. Tushunarli. Endi milisiyaga topshirasan, shunaqami? Bu nima deganing? Alloh kechirimli bo'lganlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham men seni kechirdim. Kechirganni Alloh kechiradi. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Onajon, keldingizmi? Keling, oyi. Keldim bolam. Siz ancha yaxshimisiz? Ko'rgan kechirganingiz shu bo'lsin. Do'sting sal o'ziga kelib qopdimi bolam, a? Ha, hozir ancha yaxshi. Men onamga do'stim o'ziga ehtiyotsizlik qilib yiqilib tushdi deganimga, meni rosa koyib berdilar. Unga qarayman deb onajon, ahvolimni qarang. Men ham mayib bo'ldim-da. Voy bolam, shuning uchun ham yo'lda shoshilmasdan yurish kerak deydi. To'g'ri. Do'stiga ham shunaqa. bir-birlarga e'tiborliroq bo'ladi-da. To'ppa-to'g'ri. Iloyim, shifo bersin. Yaxshi bo'lib keting bolam. Oyijon, choy shart emas, biz turamiz. To'xta, bir piyola choy ichib ketgin. Ishga shoshilyapmiz, oyijon. Agar hozir choy ichadigan bo'lsa, kech qolib ketamiz. To'g'rimi, do'stim? Ketamiz, ha? Ketishimiz kerak. Choy ichib ketardinglar bolam. Qani, onajon, ilohi amin. Ilohi amin. Yo'linglar bexatar bo'lsin. Hamisha Allohim o'zi panohida asrasin. Allohu akbar. Allohu akbar. Mayli, yaxshi o'tiring. Xo'p, yaxshi boringlar. Voy bolajonim men. Yur. Mayli bolam, tez-tez kettiring. Maqtanma kuchim ko'p deya, mol dunyoyim top deya, so'ng ming pushaymonlar yeya, bu dunyodan ketar bor, do'stni nazarga ilmay, yaxshiliklarni bilmay, ba'zan insofga kelmay, bu dunyodan ketar bor. Yetar shuncha rasolat, yetar shuncha jaholat, yomonlikka ne hojat, bu dunyodan ketar bor. Ko'zing ko'rib turganda, yurak urib turganda, bariga shukr ayla, bu dunyodan ketar bor. O'zinggacha hazmagil, darding hazmagil, shaytonga yutqazmagil, bu dunyodan ketar bor. Kim u? Men xola, o'g'lingiz do'stiman. Uyda narsam qolib ketgan ekan, o'shani olgani kelganda. Ha, hozir ichaman. Kirmani bu yoqqa. Axir bolam, Qani pul? pul yo'q bizda. Pul qani? Pul qani? Pul yo'q bizda deyapman. Bunday qilma. Jon o'g'lim. O'char ovozingni.
Ah, seni ham onang bordi. Ko'p gapirma, pul qani? Pul qayerda? Pul yo'q dedim-ku. Aytasanmi yo'qmi? Pul yo'q. Pul yo'qmi? Pul yo'q. Voy. Jon bolam. Aytmaysanmi? Ah! Ulayga. Gapir dedim senga, pul qani? Pul yo'q deyapman-ku. Bunday qilma, jon bolam, bunday qilma. Bunday qilma. O'zi pulga Yachi o'tir. Jim. Mana uyindasan. Mana bu nima? Ha? Bor ekanmi? Buni toriga qo'ygandim, jon bolam. Qolgani qayerda? Boshqa yo'q. Boshqa yo'q. Qolgan pullar qayerda? Aldama. Aldaganim yo'q. Aldaganim yo'q. Xullas. Voy. Ey Xudoyim. Tuhmat g'iybatdan bezib, yurakni chunon ezib, goh sezmay goho sezib, bu dunyodan ketar bor, haqqa aylab xiyonat, unutilsa diyonat, so'ng chekib ming riyosat, bu dunyodan ketar bor. İmanımız saqlaylik, qalbimizni poklaylik, yaqinlarni yo'qlaylik, bu dunyodan ketar bor, yashnatib ketaylik bog', dillarda qolmasin dog', savob qilaylik ko'proq, bu dunyodan ketar bor. O'zing bo'l bizga panoh, sinov berguvchi Alloh, bir kuni inshaalloh bu dunyodan ketar bor. O'zni aylab avvalo, qo'llasin qodir Xudo, nasib jannatlar aro, bu dunyodan ketar bor. Panoh, sinov berguvchi Alloh, bir kuni inshaalloh bu dunyodan ketar bor. O'zni aylab avvalo, qo'llasin qodir Xudo, nasib jannatlar aro, bu dunyodan ketar bor. Kelinglar bolalarim. Tinchlikmi? Onajon, men o'g'rini ushladim. Keyin bularni ham chaqirdim. Ana endi jazosini oladi. Bolalarim, to'xtanglar. O'g'lim, biz uyimizga o'g'ri tushganda meni salomatligim yomonlashdi. Shu sabab o'g'limda na kunida, na tunida halovat bor. U hozir qattiq sarosimaga tushib qolgan. Uyimizga o'g'irlikka tushgan yigit bu yigit emas. Men aniq eslayman. O'g'ri umuman boshqa edi. Ona, Iltimos, bezovta qilgan bo'lsak, bizlarni kechiringlar. bu nima qilganingiz? Xo'la, adashmayotgan bo'lsangiz, mayli biz ketamiz. Lekin boshqa bunaqa holat takrorlanmasin. Davlat ishi o'yin emas. Xo'p, bolam. Xo'p, Unda mana shu qog'ozga qo'l qo'yib bersangiz. xo'p. Mana shu yerga. Bo'ldi. Bo'ldi. Qo'lini yechib oling.
bo'pti biz ketdik. mayli bolalarim, yaxshi bo'linglar. Ona, bu nima qilganingiz? Axir sizni qanaqa holatga solganingiz sizdami? Jazosini berish kerak buni. Ey bolam, bir kun kelib bu dunyodan ketar bor. O'zing ham aytarding-ku, kechirganni Alloh kechiradi. Qolaversa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Toif shahrining kofirlari muborak qovushlari to qonga to'lgunga qadar toshbo'ron qilishganlarda ham hatto o'shalarni ham kechirgan ekanlar. Biz Rasulimizga munosib ummat bo'lishimiz kerak deb bolam. O'zing bil bizga panoh, sinov berguvchi Alloh. Bir kuni inshaalloh bu dunyodan ketar bor. O'zni aylab avvalo, xullasim qodir Xudo. Nasib jannatlar aro, bu dunyodan ketar bor. Gar diltoring chertsa ham, yo nafrating ortsa ham, Jamshid so'zi botsa ham, bu dunyodan ketar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Qiyomat kuni bo'lganda bir jarchi nido qiladi. Odamlarga kechirimli bo'lganlar qayerda? Parvardigoringizni huzuriga kelinglar va savobingizni olinglar. Qaysi bir musulmon kechirimli bo'lsa, jannatga kirishga haqlidir.